O'rtoqlar, bugungi o'yin ham o'z nihoyasiga yetdi. Atletik Bilbao hamda Real Madrid o'yini 3-0 hisobida Real Madrid g'alaba qozonmoqda. Shunchaki gap yo'q. O'rtoqlar, San Mamesdagi o'yin ham ko'rdik. Qanaqa tugaganini. Mbappe вообще shunday yurib yo'q qilib yubordi boru Atletik Bilbao'ni. Bilasizlarmi, lekin bitta gapda o'rtoqlar. Mbappe deyapmiz, lekin Atletik Bilbao'ga mana shunaqangi rahmim keldi, to'g'risi bu jamoaga. Real Madridga qarshi chiqqaniga emas, shunchaki o'yin o'xshamayapti. Pas beryapti, paslari ham noto'g'ri ketib qolyapti. U yoqdan bu yoqdan harakat qilishyapti, lekin yo'q, o'xshamayapti o'yini. Harakat qilgan odam faqat menimcha Niko Williams bo'ldi. Barsaga o'tib ketish kerak edi shu bola. Nima o'tmadi, men hayronman. Bugungi o'yinda ko'rindi, Xabi Alonso qanaqa tayyorlaganini jamoani. Ayniqsa Mbappe bu qanaqasiga shunaqa kiyotdi, gol ketyapti. Men Mbappe'ga mazza qildim, to'g'risi. Yo'qotishli bo'ldi Real Madridda. Trent hamda Kamavinga qanaqa jarohat olishdi bilmadim. Ertaga biz bilamiz buni. Tezroq tiklanib ketishi tilaymiz. O'rtoqlar, biz har bitta markaziy o'yindan keyin o'yinning eng qiziq vaziyatlarini tahlil qilib chiqamiz. Bizning sahifaga obuna bo'lib qo'ying. Bizda qiziqarli futbol kontenti juda ham ko'p. Rahmat.